Assalomu alaykum. Ko'rinmas dunyo kanalimizga xush kelibsiz. Yana sizlar bilan diydorlashganimdan juda ham xursandman. Bir necha yil ilgari men kanadalik muallif Klaus Joulning bir qator asarlariga, shu jumladan mo'l-ko'lchilikning elementar qonunlari, elchi, haqiqiy sevgi hikoyasi va boshqa bir qator kitoblariga duch kelgandim. Diqqatimni tortgan eng qizil narsa mana shu kitoblarda yoritilgan sevgining oddiy tamoyillari edi. Va men ularni tabiatim hamma narsani o'zida tekshirib ko'radigan, o'ziga xos bir tadqiqotchi bo'lganligi uchun ham hayotimda qo'llay boshladim va ularni qo'llash orqali juda ham qiziq jarayonlarni hayotimda kuzata boshladim. Sevgi bu hayotda yetarli darajada tez, turli o'zgarishlarga sababchi bo'ladigan ulkan bir energiya. Sevgi bu juda ham oliy tuyg'u va uni odatiy jinslar o'rtasidagi yoki yaqin insonlar o'rtasidagi odatiy sevgi deb tushunmaslik kerak. Bu olamlarni yaratgan juda ham ulkan tuyg'u va bunday hissiyot yordamida deyarli hamma narsani yaratish mumkin. Ko'p nouyg'unliklarni samarali to'g'irlash va ijobiy hayot chizig'iga o'tish ham mumkin. To'g'ri, quyida keltiriladigan meditatsiyada moddiy misollar keltiriladi, lekin ularning mohiyati boshqacha chuqur mazmun turibdi. Buni aniq tushunish kerak, anglash kerak. Shunchaki hozirgi kunda aksariyat insonlarda tuyg'ularni faqat tashqi hayotdagi narsalar uyg'ota bilyapti. Lekin mana shu meditatsiyaning asl ma'nosi inson yuragini ochib, undagi ijodkorlik kuchini uyg'otish, inson ruhan uyg'onishiga yordam berish va asl mohiyati bilan tanishtirish. Aslida ruhan uyg'onib, men butun mohiyatim bilan mana shu yerdaman degan bir hayotga yondashuv orqali inson uyqu holatidan chiqish kerak. Lekin ko'pchilikda emotsional, mental axlati juda ko'p bo'lganligi uchun ham yuraklar yopiq, ruhan uyquda va oqibatda biz odamlar umuman ongsiz hayot kechiryapmiz. Endi meditatsiyaning siri shundaki, siz hali yo'q, lekin juda istalgan narsangiz uchun oldindan minnatdorchilik holatiga kirasiz. Insonning miyasi tom ma'noda hali bo'lmagan narsalarni tushunishdan va qabul qilishdan bosh tortadi aksariyat hollarda. Lekin aynan shu yerda eng muhim kalit va mo'l-ko'lchilikning eng oddiy haqiqati yotadi. O'zingizga faqat vaqt bering. Har kimda energiya hajmi, stress oz-kamligi turlicha. Shuning uchun ham faqat shaxsiy tajribaga qiziqish bo'lish kerak. Bundan tashqari har kimning o'z yo'li bor bu hayotda. To'g'ri kelmasa boshqa meditatsiyani qilsa ham bo'ladi albatta. Lekin shaxsan o'zim bu meditatsiyani boshqa yurakni ochishga qaratilgan meditatsiyalar singari bu yurakni ochuvchi ajoyib usul sifatida tavsiya qilishim mumkin. Bu meditatsiya ruxsat berish va qabul qilish deb nomlanadi. Uni har kuni istalgan paytda yarim soat vaqt ajratib qilish mumkin. Endi esa sokin joyda o'tirib meditatsiyani boshlaymiz. Mazkur meditatsiya paytida eng muhimi biz hozir gaplashadigan tuyg'ularni boshdan kechirish. Hozir hayotda olmoqchi bo'lgan narsalarga egalik qilish tuyg'usini ichimizda uyg'otishni boshlaymiz. Real hayotda kechirishni istayotgan tajribalarni allaqachon boshdan kechiryapmiz deb tasavvur qilamiz va buni minnatdorchilik hissi bilan qilamiz. Aynan minnatdorchilik, chunki biror narsa uchun minnatdor bo'lganimizda va bu narsa bizda borligini tasavvur qilganimizda rostdan ham shu istalgan narsani borliqdan olish vaqtini yaqinlashtiramiz. Bu tuyg'uni qo'yib yuborishimiz bilan, xafa bo'lishni boshlashimiz bilan, hali ham xohlagan narsamiz yo'qligini eslashimiz bilan ichimizda darhol unga hech qachon erisha olmaymiz degan hissiyot paydo bo'ladi. Va bilasizmi, ehtimol shunday bo'ladi ham. Chunki siz quvonchni his qilmasangiz, minnatdorchilikni his qilmasangiz, xohlagan narsani qabul qilish uchun aslida butun olam uchun yopiq bo'lasiz. Siz uni hayotingizga kirishiga yo'l qo'ymaysiz va koinot sizga mutlaqo bepul bermoqchi bo'lgan narsalarni olish uchun, endilikda ularga yetishish uchun eng qiyin yo'lni topishga majbur bo'lasiz. Shunday qilib, o'zimizda minnatdorchilik tuyg'usini yaratishga kirishamiz. Diqqatni jamlab, o'z ichingizdagi minnatdorchilik hissini toping. Sababi nima bo'lishidan qat'iy nazar, biror narsa uchun minnatdorchilikni his qiling va undan keyin uni o'zingiz istayotgan narsalarga o'tkazing.
Mana shunday paytda odatda ijobiy his-tuyg'ular biroz jadallashadi, haddan tashqari kuchayadi, lekin biz boshdan kechirayotgan tuyg'uni ortiqcha kuchsiz kechirishimiz uchun tinchroq holatga o'tishga, xotirjamroq bo'lishga urinishimiz kerak. Shuning uchun biz minnatdorchilik tuyg'usini oshiramiz, lekin ayni paytda uning xuddi tezligini biroz sekinlashtiramiz. Biz bu tuyg'uni to'g'ridan to'g'ri his qilish uchun uni yumshoqroq, tinchroq, mayinroq qilamiz. Tayyormisiz? Aniqmi? Ichingizda, qalbingiz biron bir chekkasida minnatdorchilik hissini topa oldingizmi? Topgan bo'lsangiz, uni tashqariga chiqaring. Bu tuyg'u albatta ichimizda bo'lish kerak. Yaxshi. Ana endi boshlaymiz. Ruxsat berish, qabul qilish. Chuqur nafas oling. Va nafas chiqarib atrofingizdagi dunyoni qo'yib yuboring. U haqda unuting. Men hayotimga bu meditatsiyada eshitgan ajoyib mo'l-ko'lchilikni jalb qilayotganimni bilaman. Har bir lahza quvonchga to'lganligini bilaman. Har bir lahza mo'l-ko'lchilik bilan to'lgan. Har lahzada men ilhom, baxt va minnatdorchilikni osongina, erkin kuzatib ularga ergashaman. Mening hayotim doimo shular bilan to'ladi. Bugungi vaziyat qanday bo'lishidan qat'iy nazar, uyingiz uchun to'laydigan pulingiz yo'qdek tuyulsa ham bu muhim emas. Vaziyat shunday ko'rinishda bo'lgani muhim emas. Bilaman, butun olam farovonlikda. Men ham farovonlikda. Bilaman, eng muhimi hozirgi paytda o'zimni qanday his qilyapman. Bilaman, o'zimni yaxshi his qilish, ajoyib mo'l-ko'lchilik tuyg'usini boshdan kechirish, har tomonlama to'lib toshganimni his qilish, har kuni, har lahzada ijobiy voqealar sodir bo'layotganidan quvonchni his qilish, mana shu muhim. Va bu voqealarning soni kun sayin ko'payib boryapti. Men o'zimni xotirjam, bo'shashgan, quvnoq va ajoyib tuyg'ulardan ilhomlanganligimni his qilishim mana shu muhim. Men quvonchni his qilishim, moliyaviy xavfsizlikni his qilishim muhimdir. Men xohlagan hamma narsa qo'limga oson va yengil tushayotganidan xursand bo'lishim muhim. Bu mo'l-ko'lchilik uchun ajoyib minnatdorchilik tuyg'usini his qilishim va undan bahramand bo'lishim muhimdir. Mo'l-ko'lchilik tuyg'usini yaxshi ko'raman. Men shunchaki minnatdorchilikdan, mo'l-ko'lchilikka bo'lgan katta minnatdorchiligimdan ichimga sig'may qolaman. Faqat mana shu tuyg'u hozir muhim. Qolganlari esa o'z-o'zidan keladi. Hozir atrofingizda nima borligi muhim emas. Axir men butun dunyo meni his-tuyg'ularimga, ajoyib minnatdorchilik tuyg'ularimga doim javoban ergashishini bilaman. Shuning uchun endi men uchun eng muhim narsaga, his-tuyg'ularimga, quvonchga, men o'sha hamma narsa hayotida oson, erkin, ko'pam harakat qilmasdan sodir bo'layotgan ajoyib odamlardan biri bo'lishim zavqiga e'tiborimni qarataman. Hozircha bunday emasligi muhim emas, faqat nimani his qilishim muhim. Va men har doim yaxshi, samarali natijalarga erishadigan insonlardan biri ekanligimdan chuqur minnatdorchilikni, quvonchni his qilaman. Bilaman, men quvonchni his qilganimda, ajoyib minnatdorchilik tuyg'usini his qilganimda, mo'l-ko'lchilik, boylik va salomatlik tuyg'usini boshdan kechirganimda buni hayotimga yanada ko'proq jalb qilaman. Men baxt, moddiy farovonlik va sog'liqni his qilish foydasiga tanlov qilish imkoniyati uchun juda minnatdorman. Har safar men xohlagan narsani olganim uchun ajoyib quvonch va minnatdorchilik tuyg'ularini his qilsam, koinot menga bularning barchasini taqdim etishga shoshiladi. Bilaman, men o'zimga ajoyib minnatdorchilik tuyg'usini his qilishga imkon bersam, sababidan qat'iy nazar koinot, olam meni orzularimni ro'y berishiga yordam beradi. Va u buni faqat men unga go'zal, mehribon va quvonchli voqealar hamda men uchun yuragimni yanada quvonchga to'ldiradigan narsalarni yaratishga ruxsat berganim uchun qiladi. Ayni paytda mening istaklarim haqiqatdan ham amalga oshadimi yo'qmi bu aslida muhim emas. Chunki hozir quvonch va minnatdorchilik hissi shunchalik kuchliki, men bunday tuyg'ularni ilgari tasavvur ham qila olmasdim. Men o'z his-tuyg'ularim, baxt va salomatlikning quvonchli tuyg'ulari uchun e'tiborimni faqat mehrga, mo'l-ko'lchilikka, go'zal narsalarning cheksiz oqimiga, quvonchli voqealarga va sevgi bilan to'lgan uchrashuvlarga yo'naltirganim uchun juda minnatdorman.
Man sevgining nihoyatda yuqori tebranishini taratyapman va eng go'zal narsalarni olish uchun ochiqman. Bilaman, har lahzada quvonch va minnatdorchilikni his qilyapman va aynan shu sababli biron kutilmagan narsa sodir bo'lmasina degan fikrlarni inkor etaman. Man quvonch bilan, sevgi va ilhom bilan, osonlik bilan va qiyinchiliksiz aql bovar qilmaydigan imkoniyatlarimni kengaytiryapman. Man nima olishni xohlayotganimni aniq ko'ryapman va buning uchun kuchli minnatdorchilik hissini his qilishimga o'zimga imkon beraman hamda barcha boshqa narsalarni shunchaki yonimdan o'tishiga ruxsat beryapman. Ayni paytda hamma narsa menga juda oson, juda quvnoq tarzda va mo'l ko'lchilikda kelishidan ichimda tug'ilayotgan his-tuyg'ularimdan muhimroq narsa yo'q. Hamma joyda va har doim g'alaba qozonishning quvnoq, ilhomlantiruvchi hissi. Man har ishimda g'alaba qozonganimdan minnatdorman. Hozirda menga qarab oqayotgan mo'l ko'lchilik oqimi uchun quvonchli minnatdorchilik tuyg'usidan muhimroq narsa yo'q. Hozir men uchun ajoyib ochiqlik tuyg'usidan, koinotga barcha orzularimni ro'yobga chiqarishga imkon berishdan muhimroq narsa yo'q. Men minnatdorman va bu shunday ekanligini aniq bilaman. Rahmat, katta rahmat. Men bor narsam uchun minnatdorman. Men hali amalga oshmagan istaklar uchun ham minnatdorman. Bilaman, har safar o'zimni juda minnatdor his qilsam, istaklarimga ochiq bo'lib, ularni hayotimga qabul qilaman. Men barcha hayotiy vaziyatlardan g'olib chiqishimni anglaganimda ichimda mayin iliqlik va ilhom tuyg'usini his qilaman. Bu menga hamda barcha ishtirok etganlarga katta quvonch, sevgi va ilhom keltiradi. Rahmat. Men sevgi va minnatdorchilik bilan to'lib toshganman. Rahmat. Hozir faqat shu muhim. Har lahzada meni ilhomlantiradigan narsani qidiraman. Men eng quvonchli va qiziqarli narsalarni qidiraman. Keyin esa ularga ergashishga harakat qilaman. Chunki men orzu qilgan narsalarimni ro'yobga chiqishiga aynan shunday kelishimni bilaman. Bilaman, quvonch, zavq va minnatdorchilikka ergashish mening eng oliy quvonchim va mo'l ko'lchiligim uchun eng qisqa yo'ldir. Bilaman, tan sihatlik va uzoq umr quvonchim hamda minnatdorchiligim uchun yana bir ajoyib sovg'a bo'ladi. Bilaman, bu haqiqat. Quvonch va minnatdorchilikdan boshqa hamma narsani e'tiborsiz qoldiraman. Quvonch va minnatdorchilik esa boshqa narsalarni hech narsa bo'lmagandek hayotimdan, yuragimdan, ichimdan yuvib tashlayapti. Hammasi uchun rahmat. Va endi iloji boricha minnatdorchilikni chuqur his qiling. Faqatgina o'zingiz minnatdor bo'lgan biron bir narsani tanlang va bu hissiyotni mustahkamlang. Buni butun qalbingiz bilan va tanangizni har bir hujayrasi bilan his qiling. Endi esa olishni, yaratishni va yoki hayotda tajriba sifatida ko'rishni xohlagan narsangizga diqqatingizni buring va minnatdorchilikni yangi istagingizga xuddi u allaqachon amalga oshgandek o'tkazing. Misol uchun, agar siz bankdagi hisobingizda qandaydir summaga ega bo'lishni istasangiz, bu summa allaqachon borligini bir daqiqaga tasavvur qilib ko'ring. Yoki siz sog'lom bo'lish niyatingiz bo'lsa, o'zingizni kuchga to'lgan, yosh, navqiron, energiyasi to'lib toshgandek his qiling. Hamda eng muhimi, buning uchun minnatdorchilikni ichingizda his qilishga urining. Mana shu hisobga ega bo'lganingiz uchun, u yordamida nima qilishingiz mumkinligi, hayotiy tajribalar va yoki sarguzashtlar uchun minnatdor bo'lishni boshlang. Hayotda xohlagan narsangiz bilan, boshdan kechirishni istagan barcha narsangiz bilan ham xuddi shunday qiling. Buni kuniga bir necha marta bajaring. Minnatdorchilik tuyg'usini ushlab turing. Uni har safar mustahkamlang. Shunda sizni orzularingiz shu darajada tez amalga osha boshlaydiki, siz ularni kuzatib hattoki toliqasiz. Lekin biz har doim minnatdor bo'lishimiz kerak. Iltimos, hozir minnatdorchilikni his eting. Minnatdorchilik tuyg'usini kuchaytirishda davom eting. O'zingizga his qilishingizga imkon bering. Bu qanday tuyg'u? U nimani anglatyapti? U sizga qabul qilishga to'liq ochiq ekanligingizni xabar beryapti. Yodingizda bo'lsin, siz minnatdor bo'lganingizda qabul qilishga ochiq bo'lasiz. Va bu shunchaki ochiqlik hissi emas, bu qabul qilish jarayonining hissi. Minnatdorchilik hissi shuni anglatadiki, hozirgi paytda kerakli energiya sizga yo'naltirilyapti, sizga qo'yilib kelyapti. Siz aynan minnatdor bo'lganingizda buni his qilasiz.
Aynan shuning uchun minnatdor bo'ling. Bunga qanday erishishingiz, kutgan narsangizga qanday erishishingiz, hamma narsa qanday sodir bo'lishi haqida o'ylamang. Bu haqda unuting. Bu vazifani koinotga qoldiring. O'zingiz istagan narsani olganingiz uchun minnatdor bo'lishni boshlang. Bir lahzaga nimani xohlayotganingizni tasavvur qiling va minnatdor bo'ling. Go'yo sizning xohishingiz allaqachon bajarilganidek. Va bu qilinish kerak bo'lgan yagona narsa. Keyin esa kun davomida sizni ilhomlantiradigan, sizga quvonch baxsh etadigan narsalarga ergashing. Butun kunni yoki kamida vaqti bilan iloji boricha sizga yoqadigan, sizni ilhomlantiradigan narsalarni bajarishga harakat qiling. Va bu yo'l sizni to'g'ridan-to'g'ri istaklaringizni amalga oshirilishiga olib boradigan yo'ldir. Meditatsiyani tinglaganingiz uchun va e'tiboringiz uchun tashakkur.